har bir fuqaromizdan zilzila paytida to'g'ri harakatlanish qoidalari bo'yicha bilimlarni egallashi talab etiladi. Masalan, zilziladan oldin qanday harakatlarni, qanday tadbirlarni amalga oshirish kerak bo'ladi? Zilzila sodir bo'lishidan oldin xavfsiz hududlarni belgilashimiz, agar biz yuqori qavatli xonadonlarda istiqomat qilayotgan bo'lsak, evakuatsiya chiziqlarini oldindan bilishimiz, qaysi hududga qanday bir oila a'zolari birgalikda uchrashishimiz kerakligi bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borishimiz kerak bo'ladi. Zilzila vaqtida eng avvalo vahimaga berilmang. Uyning xavfsiz burchaklaridan joy egallang. Bunday hududlar uyning asosiy ichki burchaklari, shuningdek eshik bo'sag'asi bo'lib hisoblanadi. Ochgan holda bo'sag'ada turing. Bu sizni uyda qulflanib qolishdan muhofaza etadi. Shuningdek, zilzila vaqtida baland qandillar, qotirilmagan shkaf va buyumlardan o'zingizni muhofaza qilishingiz talab etiladi. Zilziladan keyin eng avvalo o'zingizni qo'lga oling. Zilzila oqibatida kommunal energetika tarmoqlarida avariyalar yuzaga keladi. Shuning uchun gaz hidini sezsangiz, darhol hududni tark eting. Agar siz vayronalar ostida qolgan bo'lsangiz, buyumlarni taqillatish yoki ovoz chiqarish bilan atrofdagilardan yordam so'rang. Vayronalardan tashqarida bo'lsangiz va siz yordam berishga layoqatli bo'lsangiz, atrofdagilarga yordam ko'rsating. Unutmang, har qanday sharoitda ham qutqaruv kuchlari sizga albatta yetib keladi.